Haqiqiy sodiq odam umidini uzmaydi. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytadilarki, sodiq odam farajni, yengillikni, ishlarni kushoyish bo'lishini kutadi. Alloh taoloning rahmatidan umidini uzmaydi deganlar. Mo'min odamga mana shunday qiyinchilik, musibatlar yetishi bu chorasiz narsa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zlariga qanchalik qiyinchilik yetgan mana hayotlarida. O'lim paytlarida hatto qiyinchilik yetganlarida inna lil mauti la sakarat, o'limni masligi bor deb aytganlar. Qiynalgan holatlarini Fatima radhiyallohu anha ko'rib, va karba abata, va otajonimni g'am qayg'ulari, qiyinchiliklari deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mana bu og'ir holatda yotganlarini ko'rib shunaqa deganlar. Va otajonim tortayotgan dardlari, otajonimni tortayotgan qiyinchiliklariga deb aytganlarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam bugundan keyin otangizga qiyinchilik yetmaydi deganlar. Shuning uchun ham mo'min odam har qanday holatda xursandchilik yetsa ham, qiyinchilik yetsa ham shukr qilishi va sabr qilishi kerak bo'ladi. Bir zarar, musibat yetsa sabr qiladi. Bunga yaxshilik bo'ladi mana shuni oxiri natijasi. Inson masalan hayotda biror narsa bilan zararlanadi, alam chekadi, o'zini jonida bo'lsin, ahli oilasida, o'zini molida yoki farzandlari borasida bo'lsin, qarindoshlari, yaqinlari tomonidan bo'lsin. Bu narsa unga yaxshilik bo'ladi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, mo'minning badaniga kiradigan bir tikonga ham Alloh taolo shu sababli uni xatolarini kaforat qiladi deganlar. Bu mo'minga yaxshilik bo'ladi. Alloh taolo o'zi bir banda qavmni yaxshi ko'rsa, ularni imtihon qiladi. Hadisda keladiki, innalloha iza ahabba qauman ibtalahum. Alloh taolo bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularni imtihon qiladi. Kim rozi bo'lsa, unga rozilik bo'ladi. Kim g'azab qilsa, unga g'azab bo'ladi deganlar. Bu imtihon ham insonning iymoniga qarab keladigan-da. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, a'zamun nasi bala'an al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal. Odamlarni imtihon qilinish jihatdan eng buyuklari ular payg'ambarlar. Ya'ni eng katta imtihonga uchraydiganlar payg'ambarlar. Keyin ular kabilar, mana shular kabilar deganlar. Ya'ni payg'ambarlardan keyin iymoni kuchli insonlarga qarab ketaveradi imtihon. Qanchalik iymon kuchli bo'lsa, shunchalik keladi imtihon. Lekin bu imtihonlar ham davom etmaydi. Buni oxiri bor, buni yakuni bor. Alloh taolo bu kunlarni aylantiradi. Charpalayda eng pastida yurganlar bir kuni charpaladi, eng tepasiga chiqadi. Va tilkal ayyamu nudawiluha baynan nas. Mana bu kunlarni biz odamlar o'rtasida aylantiramiz dedi Alloh taolo. Shuning uchun ham inson o'zini o'zi mana shunday imtihonlarga tayyorlab borish kerak bo'ladi hayot davomida. Ibn Javziy rahimahulloh Sodir Xotir kitobida aytadilarki, aqlli kishi o'zini shu imtihonlarga tayyorlab borish kerak dedilar. Men imtihonlardan omon qolaman degan odam bu odam aqli kalta bo'ladi. To'g'ri, inson bu musibat, qiyinchiliklarni Allohdan so'rab oladi degani emas, lekin qiyinchilik kelib qolgan paytda sabr qilish kerak. Inson shunga o'zini tayyorlash kerak.